Saddam Husayn o'qishni juda ham yaxshi ko'rardi. Falsafiy kitoblarni sevardi. Gitler va Stalinni juda ham chuqur o'rgangandi. Iroq tarixi bilan birgalikda Gitlerning, ayniqsa Gitlerning Mein Kampf, ya'ni Mening kurashim kitobini deyarli yodlab olgandi. Kitobni, romanlarni juda ham yaxshi ko'rardi. Boshqalarni ham o'qishga targ'ib qilardi. Romanlarni juda yaxshi ko'rar ekan, o'zi ham o'zining davrida 2 ta roman kitob yozdi va o'sha roman kitobi bestsellerga, ya'ni Iroqda eng ko'p sotilgan kitoblarga ham hattoki aylandi. Saddam Husayn xalqqa juda yaxshi va saxiy ko'rinishni xohlardi. Shu sababli 300-400 ga yaqin qo'ylar so'yib turardi. Ba'zan kambag'allarga tarqatardi, dasturxon yozardi kambag'allarga va ana shu kambag'allar orasida o'zi kezib yurardi va ba'zan esa o'zi ham xizmat qilardi. Ovqat taom tarqatayotgan paytida va ulardan hol-ahvollarni so'rardi va ularning bitta javobi bo'lardi Saddam Husaynga: Alloh va sendan boshqa bizning yordamchimiz yo'q deb unga javob berishardi. Saddam Husayn 1991-yilda Iroq bayrog'ini joriy qildi va unda Allohu akbar, ya'ni Alloh buyukdir so'zini o'z qo'li bilan yozdi, o'z qo'li bilan qo'shib qo'ydi unga, Iroq bayrog'iga. Saddam Husayn doim bilardiki, u Iroqni qutqaruvchisi sifatida Alloh taolo tomonidan tanlangan bir inson ekanligiga ishonardi va unga suiqasd ishlari amalga oshirgandan keyin va bu suiqasd ishlarda omon qolgandan keyin tobora bunga yanada ishonib borishni boshladi.